Quvonchbek aka. Biz hozir qayerdamiz? Avvalambor assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, juda ham xursandman taklif uchun. Biz hozir o'sha mashhur Abu Dabining eng chekka qismi Alayn shahridamiz. Eng dunyodan uzilgan o'sha Abu Dabi yoki Dubayda ko'rgan baland inshootlaringiz, zamonaviy hayotlaringizdan uzilgan joy, mahalliy aholisi yashaydigan joydamiz. Oman shahrigacha 15 kilometr. Bu universitet juda qimmat turadi, ya'ni o'qish grant juda kam beradi va kontrakti o'ta qimmat. Va dunyoda top 300 tali turadigan universitet. Qanaqa qilib bu universitetga keldingiz? Hamma gapingiz to'g'ri, qo'shilaman. O'zi bu universitetga kelishni o'zi bir tarixi uzun. Chunki $20,000 men o'qishim tugatgunimcha, bundan tashqari bu yerda yashash xarajatlari boy odamni ham belini sindirib yuboradi. Buni xarajatlari. Men endi birinchi semestr ota-onam yordami bilan tugatib olaman, ikkinchi semestrda ishlayman deb kelganman, to'g'risi. Keldim, qarayapman, qonunlar umuman boshqacha, o'zimizga o'xshamaydi. Student ishlash mumkin emas. Depressiyaga tushdim. Qanaqa pul topaman degan. Universitetga kelaman, ish topib beringlar, men ishlashim kerak deb, universitet sabr qilib tur dedi. Omadimiz kelgan ekan, mehnatimizga yarasha mana shu yil 2023-yil El-yurt umidi stipendianti bo'ldim. Muhtaram prezidentimizning yoshlarga berayotgan siyosatlarini bir namuna sifatida o'zim ushbu stipendiantni oddiy bir oiladan chiqib stipendiant bo'ldim. Hozir hamma xarajatlarimni, Xudoga shukr, prezidentimizga rahmat. Umuman hamma xarajatim davlat tomonidan qoplanadi. Universitet 1 yillik kontrakt to'lovi necha pul? $10,000. $10,000 davlat ajratib beradi byudjetdan. Albatta. $10,000 davlat ajratib beradi. Keyingi yilim uchun yana $10,000 ajratadi. Bir yilga qancha rasxod qilaman? Har oyga примерно $1,000 rasxod qilsam, bir yilga 12 oyga $12,000 yana davlat ajratadi. Bu meni juda ham xursand qiladi. Buni evaziga biz nima qilishimiz kerak? Davlatimizga qaytib, mana shu yerda olgan bilimlarimizni davlatimizga borib, aynan o'sha sohaga qo'llashimiz kerak. Bu bizdan kutiladigan juda ham oddiy narsa, lekin biz o'zimizni hissamizni qo'shimiz. Avvalosi xalqimizda bir maqol bor, vatanni sevish iymondandir. Men masalan shu stipendiyani olmagan taqdirimda ham vatanimga borib, xizmat qilib, uni rivojlanishiga o'zimni hissamni qo'shmoqchi edim. Lekin ushbu stipendiya meni yanada kuchliroq va yanada keng ko'lamdagi hissamni qo'shishimga sababchi bo'ladi. Quvonchbek aka, kelajakdagi rejalaringiz haqida gaplashaylik. Juda ham bir qiziq mavzu. Men o'zi hamma kishidan, hamma insondan shu savolni kutaman. Men o'zi maqsadim O'zbekistonga qanaqadir yangi texnologiyani olib kirish edi. Bu yerga kelib ko'rdim, bu yangi texnologiya hozir zamon shunaqa rivojlanib ketgan, bu davlatlarda yoki boshqa davlatda bular neft gazga alternativ yoqilg'ilarni topishgan. Masalan, atmosferadagi karbon gazini yoqilg'i sifatida ko'rishadi. Prezidentimiz keldilar, muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan aytdilarki, O'zbekistonning 2030-yilgacha bo'lgan konsepsiyasida energetikada yashil energetikaga bosqichma-bosqich o'tish yangi O'zbekistonimizni ustuvor vazifasi deb belgilab berdilar. Men diplom mavzuyimni karbon gazini saqlash bo'yicha qilyapman. Bu birinchidan atmosferamizni tozaligini ta'minlaydi. Ikkinchidan biz gazga muhtoj bo'lmaymiz. Hamma plastik moddalarni biz karbon gazdan olishimiz mumkin. Bundan tashqari biz 2100-yilgacha Sustainable Development Goals deydi. Rivojlanish maqsadlarimizni, mo'tadil rivojlanish maqsadlarimizni to'g'rilab qo'yib olamiz. Bu bizga hozirgi kunda kerakli narsa. Men ushbu universitet tugatib, shu sohani yetuk mutaxassisi bo'lib, davlatimizda prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan energetika sohasidagi barcha islohotlarni lideri bo'lish uchun O'zbekistonga qaytaman va ushbu islohotlarda prezidentimizning komandasida turib, men shu loyihalarning yetakchisi bo'lishni maqsad qilganman. Kelajakka umidimiz katta, ishoninglar. O'zbekistonimiz 2030-yilga top 20 dunyoni rivojlangan davlatlar orasiga kiradi. Bu 100%ni hozir bizga kadrlarga berilayotgan e'tibor o'zini samarasini ko'rsatadi. Faqat duoda bo'lib, ishonishinglarni so'rayman bizlarning kuzatuvchilarimizdan. Rahmat. O'zimiz tengi yoshlarga nima maslahat berasiz ilm yo'lida? Birinchi maslahat, hech qachon hayotdan yiqildinglar, bo'ldi, ketmanglar yiqilib. Depressiya bu odamzodda bo'ladigan narsa. Men o'zimda ko'p bo'ladi. Masalan, universitetdan yiqilib ketishim mumkin dedim men. Bu yerga kelmasdan agar depressiya bilan ketsam. O'zbekistonimizni kelajagiga ishoninglar va o'zlaringizni hissanglarni qo'shish uchun o'zingizlar xohlagan yo'nalishda ketinglar. Shunda har birimiz hayotda o'zimizning o'rnimizni topamiz. Yaxshi o'qinglar, zo'r o'qinglar. O'zingizlar o'qiydigan hududda emas, sizlar respublika miqyosida zo'r o'qinglar.
zo'r oliygohlarga kiringlar, tillarni o'rganinglar, o'zingizlarga yuqori baho beringlar, past baho bermanglar. Yuqori baho berib, ana shu yuqoriga cho'qqiga erishishni maqsad qilinglar. Eng sizlarga beradigan katta maslahatim, ota-onalarning roziliklarini olinglar avvalambor va keyin o'zingizlarga bitta maqsad qo'yib olib, shu maqsadga umuman atrofda kim bor, qaramasdan to'g'ri ketinglar. Men oddiy oiladan chiqqanman. Hozir men Abu Dabi shahrida o'qiyapman, magistraturada. Arab davlatlari orasida birinchi o'rinda turadigan. Men xayolimga kelmagan bunaqa universitetda, men 13 yoshimda xayolimga kelmagan o'qiyman degan fikr. O'zim maqsad bo'yicha ketdim, qiyinchiliklardan o'tdim. Bundan buyog'iga ham qiyinchiliklar bo'ladi, lekin o'shalarga qaramasdan men olg'a yurishda davom etaman. Prezidentimizga rahmat. Olib borayotgan siyosatlari uchun sizlarga shunaqa ko'p imkoniyat berilgan, ana shu imkoniyatlardan foydalanishlaringizni men tarafdoriman. Rahmat kattakon.